Madinada Masjid Nabaviyning ichida 3 ta tekinga kirish mumkin bo'lgan joy borligini bilarmidingiz? Videoni oxirigacha ko'rib bizga obuna bo'ling. Bu joylarni siz aniq ko'rmagansiz. Masjid Nabaviyning 10-eshik yonidagi eskalatordan yuqoriga ko'tarilasiz. Yuqoriga chiqqaningizda erkaklar, ayollar va bolalar uchun alohida kutubxonalar bor. Masjid Nabaviyda bir necha asrlardan beri faoliyat yuritib kelayotgan bu kutubxonada 180 mingdan ortiq dinimizga oid nodir nusxalar saqlanib kelmoqda. Kutubxonada hatto o'zbek tilidagi kitoblar ham bor. Keyingi manzil Masjid Nabaviyning ichida, Ravza-i Sharifning orqasida joylashgan Usmon ibn Affon eshigidan kirganingizda, o'ng tomondagi ushbu eshikdan kirasiz. Dastlabki qavatida Masjid Nabaviyning kutubxonasi va xattotlar xonasi joylashgan. Yana bir qavat yuqoriga ko'tarilsangiz, 2 va 3 asr oldingi Qur'on kitoblarining asl va maqomdoshlarini ko'rishingiz mumkin. Hattoki Usmon ibn Affon roziyallohu anhuning Qur'onlarini ham ko'rish baxtiga muyassar bo'lasiz. Albatta nusxasini. Keyingi manzil Ravza-i Sharifning ro'parasida joylashgan 368-darvoza yonidagi ushbu joydan pastga tushasiz. 2 qavat pastga tushganingizda ushbu eshikka ko'zingiz tushadi. Ichkariga kirsangiz Rasululloh davrlariga oid kitoblar, buyumlarni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda Qur'on oyatlari toshga, teriga, hayvon suyagiga yozilgan asl va nusxalarini ko'rishingiz mumkin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam davrlarini oz bo'lsa-da his qilasiz va o'zingiz uchun ulkan taassurotlar olasiz. Madina-i Munawvaraga kelganingizda albatta ushbu joylarga kirmasdan ketmang.